Kokosh Yulduz Usmonovaga achchiq haqiqatni aytdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanaldan topasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Siz uchun doimo harakatdamiz. Gap shundaki, Kokosh video murojaat bilan chiqdi. O'z video murojaatida Kokosh shunday deydi: Shuni anchadan beri gapirgim kelayotgandi. Keyin qo'y, gapirmay dedim. O'zimni bosib yurdim. Nima deydi? Odamda qolib ketadi-ku. Shu gap, gapiraman. Bu ishlarni shu bir hafta oldin bilib yurganlarga. Bir hafta oldin bilibsizlar. Hindistondami, Turkiyagami, nimaga olib bormadinglar? Kuch-quvvatlari bor edi. Kuch-quvvati yo'q edi. Kuchlari yo'q edi desanglar, riyadim bo'lganlar. Nimaga bee'tibor bo'ldinglar? To'g'ri, Allohning irodasi, Alloh berguvchi, Alloh olguvchi. Lekin sababchi ham bor. Sababchi bo'lib riyadimda qarasanglar bo'lardi. Shu prosta qaramadinglar. Prosta chiqib bir hafta oldin bilgandik degan gaplar. Yoki nima bo'pti? Onam-bonam o'lganda degan gaplarni qilmasdan duo qilib qo'yinglar. Iltimos. Hammalaringizga rahmat. Uzr. Noto'g'ri gapirgan bo'lsam, to'g'ri gapirgan bo'lsam, Alloh bilguvchi, deb o'z video murojaatini yakunladi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.